Mana shunday taylab o'tib ketaman. Bir yeri esimdan chiqibdi. Keyin kim so'roq savol beradigan bo'lsa, xadavoy qilasizlar mashinni. Mana shu ostida bitta taqlagan narsani hech yo'qota olmaysizlar. Nima ol? Ol mashining ostida stabilizator bor. Shunday tayoq o'tib ketgan. Buni chekasan bitta, narg'i chekasan bitta rezin qisib turadi. Ana shu rezin kengayib qoladi. Keyin o'ynaydi temir. To'g'ri, ana shu yerda shuni almashtirasiz. Narg'i chekkan, bu chekkani taqirlamay qoladi. Bunday birinchi chuqurdan o'tsangiz tiq etib bir qulog'ingizga jomon teydimi? Bilingki ana shundan. Polni xadavoy qilib bir minsangizlar, bu juda zo'r. Buni bir xadavoy qilsangizlar, xiyli minasizlar agar bir odam oyab minsa, qarab minsa. Polni xadavoy ham moncha bo'lmaydi. Orqa oldini bir xadavoy qilib olsangizlar 2000-3000 ga, shuni men yana dalshi jirasizlar. Dalshi yaxshigina jirsangizlar bo'ladi. Kuzatingizlar bizda polni video YouTube'da bo'ladi. Polni video obzorini YouTube'da ko'ringizlar, podpisatsiya bosingizlar YouTube'ga ham. Yana aytingizlar qanday mashinada obzor qilaylik, aytib o'tamiz.